Bir yigit aytyapti, Yevropada juda ham katta bir nufuzli bankda ishladim deydi. Uni egasi milliarder odam deydi. Men o'shanga yordamchi bo'ldim deydi. U to'y qildi deydi. To'yga meni ham taklif qildi deydi. To'yga bordim deydi. Yo 80 ta, yo 90 ta odam keldi deydi. Ularda to'yi ham deydi, ajoyib ekan, stolga minasalar qo'yib bergan, tika turib yeb yurarkan, tamom. Qampan ichimlik qo'yar, boshqa narsa yo'q ekan deydi. Haliginde men deydi, o'sha yerda xizmatda turibman deydi. Qishloqda yigiti haligi boshlig'i qo'lidan olib chekiga chiqarib aytibdilarki, bolam zo'r ishlab, yaxshi o'zingning ustida o'qib katta yigit bo'lsang, menga o'xshab shunaqa katta to'ylar qilasan deb. U o'zi 1000 kishilik to'y qilgan. 80 ta to'yini aytayapti. Ularning mantiqi, biz ularni maqtaymiz-ku, lekin aslida bu bizdan borish kerak aslan. Biz ularni maqtamaylik. Bu hammasi musulmon odobida bo'lish kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam isrofdan qaytarganlar. Alloh Qur'oni Karimda kulu vashrabu va la tusrifu, yenglar, ichinglar, isrof qilmanglar, Alloh isrof qiluvchilarni yomon ko'radi degan. Alloh Qur'onda aytgan. Payg'ambarimiz alayhisalom isrof qilganlarda shuni jahllar chiqadi. Hammamiz aytyapmiz, nima uchun buni to'xtata olmayapmiz? Nega biz bir necha asrlardan beri bu mashmashani yo'qota olmayapmiz? Chunki biz odamlar nima deydi, palonchi nima deydi degan gapga o'rganganmiz. Uni to'xtatish kerak. Balkim endi uni boshqacharoq burishimiz kerak. Bolam o'qimasa odamlar nima deydi deb tashvish qilish kerak. Bolam ma'rifatli bo'lmasa nima deyman Allohning huzurida deb tashvish qilish kerak. Mana bu